Shu Instagramda yomon insonlarga nisbatan gapirilgan gaplar bor-ku, masalan, xiyonatchilarga, xoinlarga, yolg'onchilarga, misol uchun shularga nisbatan gapirilgan gaplarni shunaqa sifatga ega bo'lgan odamlar o'zi qo'yib qo'yapti. Shu darajadaki, o'zi xoin odam, o'zi iflos odam, lekin ifloslar haqida gapirilgan gapni o'zi qo'yadi o'zini anaqasiga. Rasmigadir, profiligadir-da. Nimaga shunaqa qiladi odam desa, odatda inson o'ziga nisbatan qilingan ishi hisobga oladi xolos. Siz boshqaga nisbatan qilganingizni hisobga olmaysiz. Bu insofsizlik deyiladi buni. Siz har kuni xiyonat qilasiz. Sizning tabiatingiz buzuq o'zi. Lekin shu videoni, audioni qo'yib qo'ygan. Nimaga desa, unga nisbatan qachondir kimdir qilgan shu ishni, u qolib ketgan. Senga nisbatan ham qilsa, senda travma bo'lib qolar ekan. Sen boshqasiga nisbatan qilmasliging kerak-ku buni. Yo'q, odam unaqa emas. Hozirgi odamlar unaqa emas, ko'pincha. Lekin u qarab ko'rmaydiki, men o'zi qanaqaman o'zi. Men o'zi xiyonatkormanmi, yolg'onchimanmi, aldoqchimanmi va hokazo. Mana shu videodagi sifatlar menda bo'lmasa, keyin men qo'ysam bo'ladi. U o'ylab ko'rmaydi-da. Unga nisbatan qilinganligi uchun qaysidir odamga tegishtiradi u. Hayotiga qarasa, hayoti barbod bo'lib yotibdi o'zi. Hayoti dabdalasiz yotibdi o'zi. Uyalmasdan shu audioni, shu videoni qo'yadi o'sha odam. Nimaga? Chunki insofsiz u. Chunki inson o'ziga nisbatan qilingan narsani hisobga oladigan bo'lib qolgan.